mana hozir ko'rdingiz, bir qarasam ko'zingizdan yoshlar chiqib ketyapti-da, to'g'risi. To'g'risi bitta sizga savol bermoqchiman. Ko'pchilikda bo'ladi-da bu narsa. Vaqti kelsa-chi, biz axloqda kuningiz keldi, pulingizni qo'ying deganda, oringan kuningiz bormi? To'g'risi gapiring. Yomon ko'rib o'rtoq qo'ydingmi pulim yo'q. O'rtog'im, vaqti kelsa Nozimaxon meni ham telefonim olmaganlar. Pul so'raydi debdi. To'g'ri, pul so'raymiz. Biz o'zimiz cho'ntagimizga emas, mana shu inson ham sayohat qilsin deb so'raymiz-da. Mana shu universitetda ishlagan bo'lsalar, agar 5 yil oldin sayohatga chiqqanmisan, 10 yil oldin bolalaringni olib chiqqanmisan, albatta yo'q deb javob beradi. Yugurish tufayli nafaqat o'zi butun oilasi bilan mana sayohatga otlanayapti. Va tushingiz, endi Nozimaxon, siz umumiy bron qilgan summangizdan kompaniya bergan $600 ayirib yuboring-da. Qanchalik arzonga borganingizni yana bitta guvohi bo'ladi. $1,500 yo'q, ha, qancha bo'ladi? Umumiy $1,500 bo'ladi. 4 kishi ketyapsizlar. 4 kishiga. Juda ham arzon-da, qarang. Arzon. Iloyim. Xayrli qilsin. Iloyim. Xursandmisiz? Juda ham o'rtoq.